Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Bugun sizlarga bu videoda men sizga ajoyib bir texnikani aytib o'taman. To'g'risini aytaman, bu texnika menga tegishli emas, mening texnikam emas. To'g'rirog'i, ko'p texnikalar meniki emas. Men o'sha texnikalarni bajarib, amalda oshganini men sizlar bilan bo'lishganman. Shulardan biri bugun hali men buni texnikani bajarganim yo'q. Bu narsani hali natijasini ham ko'rganim yo'q. Bajarmagan ekanman, hali natijasini ham ko'rmayman. O'ylaymanki, yaqin kunlarda, balkim bugun o'sha texnikani sinab ko'raman. O'sha texnikani men sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu texnika qozog'istonlik Olmaxon opa degan bir ajoyib insonning texnikasi, muxlislarga bo'lishgan, aytgan texnikalardan biri. Xullas, hamma xohlaydi, ko'pchilik xohlaydi o'zining hayotda qanday to'g'ri yo'lda ketyapti, noto'g'ri yo'lda ketyapti, har qanday qilayotgan ishini to'g'ri, noto'g'ri yoki qanaqadir bir tupikka tushib qolgan bo'lsa, o'sha tupikdan qanday chiqish haqida javob qidirasiz. O'sha javobni topishingiz uchun, o'sha javobni bilishingiz uchun, javob kelishi uchun Olmaxon opa shunday deydi. Kechqurun hamma ishlaringizni qilib bo'lganingizdan keyin chiroyli yuvinib, boshlaringizni chiroyli hamma tomoningizni xullas yuvinib, taranib, toza kiyim kiyib, iloji bo'lsa boshingizga aytadi biron narsa tashlab oling. Ro'mol, xullas nimadir, shart. Keyin o'sha agar daftar bo'lsa, daftariga, varaq bo'lsa, varaqqa. Men daftarga yozmoqchiman, chunki har bitta qilayotgan, sinab ko'rayotgan, bajarayotgan texnikalarimni daftarda yozib, daftarda qo'yib, keyin o'sha natija bersa, o'shani keyin men bo'lishaman sizlar bilan. Endi men hozir buni bajarganim yo'q. O'ylaymanki, bu texnikani biz sizlar bilan birgalikda bajaramiz. Xullas, kechki payt yuvinasiz, taranasiz, hech qanaqangi kunning u yerda bu gap vaqti faqat aytilgan, kuni aytilmagan. Shunday ekan, Allohning, Xudoning qaysi bir kunida bajarishingizni ahamiyati yo'q. Demak, shunday bu yerda aytilmadi. Keyin o'sha daftaringizni olasiz, varag'ingizni olasiz. O'sha siz savolingizni yozasiz. O'sha hozir sizni nima, qanday muammo bezovta qilyapti. Qanday undan chiqish kerak? Javobini. Yoki men to'g'ri yo'ldamanmi? Yoki любой savolni o'sha endi qanaqangidir bemaza savollarni emas, qanaqadir men palonchiga turmushga chiqamanmi, men palonchiga meni yaxshi ko'radimi degan ajoyib bunaqa emas. Men o'ylaymanki, bunaqangi bemaza qanaqadir insonning xohi-havasi kelib ketadigan bir xohishlarning javobini qidirishda emas. Sevadimi, meni sevmaydimi, bunaqasi emas bu yerda. Просто konkretniy qanaqadir sizni ishlaringiz yurishmayapti, qanaqadir ish boshlamoqchisiz, nima qilishni bilmayapsizmi, o'shaning javobini olasiz. Javob qanday? Xullas, siz yozdingiz. Keyin uyingizning, o'sha sizni yashayotgan xonadonda, sizni xonangizda yuqori polkaga, bilmayman, u sizda eng baland polka qanaqangi, shkaf, shifonier, servant, bilmayman, yuqori, eng yuqori polkaga qo'yasiz. Ochiq holatda, daftar bo'lsa ochiq bo'ladi, varaq bo'lsa shunday osmonga qaratib qo'yasiz, chappa qilib emas. Tushunarlimi? Ertalab turasiz, yana ertalab turib, yana yuvinasiz. Yuvinib, keyin o'sha tarani
o'sha daftaringizni, varag'ingizni olib, keyin yozasiz. Mana shu yerda ajoyib narsa. Ya'ni o'sha siz javobini siz yozayotgan o'sha sizning aqlingiz bilan emas, qanday ekan, bunday ekan, bunday yozaman emas. U o'zi kelar ekan. Javob sizga o'sha qo'lingiz, o'sha o'zi sizning ichingizdan, ko'nglingizdan chiqqan holatda o'zi qo'lingiz ana shu javobni yozadi. Shu bilan birga u kishi aytadi, nafaqat savolingizga javob, hattoki siz mana bu maqsadingizni, oldingizga qo'ygan maqsadingizni ham yozishingiz mumkin ekan. O'sha xohishingizni. Masalan, siz savol yozishingiz mumkin. Mana shu xohishimga, maqsadimga qanday qisqa vaqtda yetishim mumkin degan savol berishingiz mumkin. O'sha savolga o'sha ertangi kuni albatta saharda soat 6gacha bo'lish kerak. Keyin u yerda shunday deydi opa. Bunday insonlar, masalan, ko'pchiliklarga shunaqangi javob kelmaydi, просто hech narsa yo'q. Demak, u insonlarning gunohi ko'p. Bola oldirgan bo'lsa, ichsa, qanaqadir yana aytyapti, o'ynashga yursa, xullas notoza ishlar qilsa, hayot tarzi toza bo'lmasa, bunday insonlarga javob kelmaydi deb aytiladi. Ko'ring, agar o'zingizga ishonsangiz, mana shu texnikani bajarib ko'ring. Agarda sizga o'sha javob kelsa, iltimos, mana shu videoning ostida kommentariyalaringizni yozing, o'zingizni o'sha natijalarni amalga oshdi yoki oshmadi. Yana bir narsa aytib o'taman, mana shu videoning ostida birinchi kommentariyaga mening Telegram gruppam bor. A'zo bo'ling. Telegram gruppada o'quvchilarimning o'sha meditativ holatlarini bo'lishadi. O'shalar demak chatlar bo'ladi, tekin savollaringizga javob olasiz. Hurmatli muxlislar, hammangizni sevaman. Barchangizga ishlaringizda omad, muvaffaqiyat tilab qolaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi uchrashguncha, keyingi videolarda, qanaqadir texnikalarda bilmayman, nimaiki ulashsam sizlar bilan astoydil ulashaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.